Fevral oyida kutilayotgan ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, fevral oyi ko'p yillik normalarga yaqin bo'lishi kutilmoqda. Birinchi 10 kunlikda anomal sovuqlar davom etadi. Kechasi -5, -10 daraja, kunduzi -3, +2 daraja. Ikkinchi va uchinchi 10 kunliklarda havo sezilarli iliydi. Kechasi -2, -7 darajadan +3, +8 darajagacha, kunduzi 0, +5 darajadan +10, 15 darajagacha. Janubiy hududlarda kunduzgi harorat +15, +20 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Yog'ingarchilik me'yor doirasida bo'ladi. Biz sizlarni ob-havodagi barcha muhim o'zgarishlar, shu jumladan xavfli gidrometeorologik hodisalar haqida o'z vaqtida xabardor qilib boramiz. Mazkur prognoz iqtisodiyot tarmoqlari va aholining ehtimoliy sovuqlar va noqulay ob-havo sharoitlariga tayyorgarligini ta'minlash maqsadida tayyorlangan. Prognoz yakuniy xarakterga ega emas, ob-havo sharoitlariga muvofiq o'zgarishlar bo'lishi mumkin.